Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftal xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan Uyg'urlarga munosabatlik bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Rabia Qadir Xanım qatarlıq kişiler Gollandiyada içilgan İcraiya Komitet yig'ini jarayonida Gollandiya Xristian Demokratlar Partiyasi rahbarlari bilan uchrashgan va Uyg'ur vaziyati haqida suhbat etib qolgan. Dünya Uyghur Qurultayı heyeti 24 sentabr Gollandiya Xristian Demokratlar Partiyasi muavin baş sekretari qatarlıq kişiler bilan uchrashganda Xitoy hukumati Uyg'urlarga yurgizayotgan assimilyatsiya siyosati, kishilik huquq dafsandichiligi va Gollandiyadan panolik tilagan Uyg'urlarning qiyinchiliklari qatorliqlar haqida ma'lumot bergan. Shu kuni tushdan keyin Dünya Uyghur Qurultayı heyeti yana Markaziy Gollandiyaning Danxaq shahrida turishliq vakolatsiz millatlar tashkilotini ziyorat qilgan. Doirlar 5 iyul vaqasi yuz berib bir necha oy o'tganda Urumchida ijtimoiy asos tiklagan Tavfiq fondi jamiyatining 18 nafar xodimini qo'lga olgan. Bulardan Xinjiang Tibbiy universiteti 1-tarmoq doktorxonasi doktori, Tavfiq fondi jamiyatining qurg'uvchisi Mehmetjon Abduqodir, Tibbiy universiteti aspiranti Tursunjon Ablamid, Tibbiy universiteti to'liq kurs o'quvchisi Xalida qatorliqlarning kimligi aniqlandi. Bularning ichida Mehmetjon Abduqodirga 15 yillik, Tursunjon Ablamidga 9 yillik, Xalida qatorliq o'quvchilarga 9 yildan 7 yilgacha qamoq jazosi berilgan. Aqsu Uchturpalliq Emin Mo'minning 2009-yildagi 5-iyul vaqasidan keyin izdiraksiz g'oyib bo'lganligi oshkorlandi. Ayni yili 28 yoshga kirgan Emin Mo'min 6 yoshli bir o'g'il farzandning dadisi. Emin Mo'min yo'qolib ketgandan keyin uning yashangan dadisi dard alamda hayotidan ayrilgan. Növbətdə onun bir acisi və ayoli Urumchida bir tarafdan ağır jismoniy əmgək bilan tirikchilik qilsa, yana bir tarafdan onun izdirikini elish uchun aplashmoqda. Bugunga qadar egallagan ma'lumotlarga qaraganda jami 27 kishining kimligi to'liq oydinlashgan edi. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi Stokgolmda o'tkazilayotgan Uyg'ur madaniyat kuni faoliyati unumli davom qilmoqda. Uyushma bu yil 9 ayning 10 kunidan boshlab har haftaning shanba, yakshanba kunlari Stokgolmning muhim ko'chalarida Uyg'ur madaniyatini tanishtirishga boshlagan edi. Ziyoratimizni qabul qilgan uyushmaning muavin raisi Ahmadjon bu xil faoliyatlar orqali Uyg'urlarni tanishtirishda yaxshi unumga erishganligini bildirdi. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi Uyg'ur madaniyatini tanishtirish faoliyatini 2007-yildan beri o'tkazib kelayotgan edi. Uyghur sodiga Farhod Namanov tepayotgan paydaga Beijing doiralarining ko'zi qizargan. Beijingdagi Uyghur sodigar Farhod Namanov 2002-yili 2 sheriki bilan birlikda Beijingdagi bir elektr saymonlari zavodining xizmat binosini 10 yillik to'xtam bilan o'diga olgan edi. Farhod Namanov sheriklar bilan birlashib, mazkur binoni bezigan va boshqa sherikatlarga ijaraga bergan. Farhod Namanovning ajri va solgan mablag'i amdili meyve berib, yiliga 6 million yuandan ortiq foyda tepishga boshlaganda bu foydaga Beijing doiralarining ko'zi qizargan. Navbatda Beijing doiralari zavod binosini Farhod va uning sheriklaridan tortib olish uchun harakat qilmoqda. Farhod Namanov bo'lsa o'zining haqliq manfaatini qo'g'dash uchun tirishchanlik ko'rsatmoqda. Uyg'ur qalamkashlar sho'basi Uyg'urlarning ona tilini ishlatish va ma'rif huquqini qo'g'dash to'g'risida qaror loyihasini tayyorlab, xalqaro qalamkashlar jamiyatiga sungan. Mazkur loyiha 8-sentabrdan 15-sentabrgacha Koreyada chaqirilgan xalqaro qalamkashlar jamiyatining 78-navbatlik qurultayida ma'qullangan. Qarorning ma'qullanishi Uyg'ur o'z ona tilini qo'g'dash harakatining xalqaralashishidagi muhim qadamlarning biri ekan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Ko'rganinglarga rahmat. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.